Safarimizni 3-kuni ko'rishingiz mumkin. Biz safarga yo'lga otlanganmiz. Salkam 50 milliondan oshiq summani ehson qilib olib ketyapmiz. Hozirda Alloh rozi bo'lsin akalardan mashinamizni propani buzilgan edi. Polni almashtirib yangi qilib berishyapti. Biz hozir Nukus shahrini yuksalishligiga eng zo'r propan joydamiz. Sizlarda yana nimalar bor oke? Bizga o'xshab yo'lda qiynalib qolib ketganlar, yo mashinasi buzilib qolganlar. Agar qidirib kelmoqchi bo'lsa, remontlar bor, gaz bo'yicha ustanobka qo'yib beramiz, gaz qo'yib beramiz. Ishlang'i ne joqday bo'lsa, barini biz o'nglab tuzib beramiz mashinani. Xullas hamma narsa bor ekan-da. Oke, manzilingiz qayerda to'lig'i? Do'maloq bozorda. Do'maloq bozorda. Bu yoqni top kelish to'g'risi oson bo'lmadi. O'zim ham toshib kelib olgunimgacha juda ham ko'p ekan ustalar, lekin ishini zo'r bittada qilib beradigan, baribir hamma joyda kerak bo'ladi. Agarda yo'lingiz Qoraqalpog'istonga, Nukusga tushsa yoki Nukusda yashasangiz, propan metandan problema bo'lsa, mana shu kelaverasizlar. Inshaalloh, bismillah deb mana shakalarga topshirsanglar, hammasi o'tib bo'ladi. Biz esa safarimizni davom ettiramiz. Bitta narsa so'rayman, videoga like bosib qo'ying, bir dona ehson qiling shu like'ga. Biz esa ehsonlarni yetimlar, miskinlar tomon olib ketamiz.